Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Xitoybek UPS Inverter Telegram kanalimiz obunachilari. Demak, UPS video so'nggicha ko'rsataman. Bu nima haqida batafsil ma'lumot beraman. Do'stlar, bu akkumulyatordan tok chiqaradigan UPS akkumulyator gulab to'kilibsiz, yuzda har doim tok bilan ta'minlab beradi. Do'stlar, videoda boshlashdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Har xil yangiliklar bo'ladi, texnika to'g'risida va Xitoybek UPS Inverter Telegram kanalida batafsil ma'lumotlar ham bor. Hozir to'liq ma'lumot beraman, video so'nggicha ko'ringlar. Ketdik. Do'stlar, bu qora quti nima deydigan bo'lsalaring, UPS deyiladi. Xullas, buni vilkasi bo'ladi. Mana shunaqa vilkani to'kka tiqasizda, oddiy kompyuterga o'xshab ishlaydi. Akkumulyator gulab qo'yasiz, bol temiz, yuzda har doim svet bo'ladi do'stlar. Tok bilan ta'minlab beradi. Svet bo'lsa, svetdan olib o'tib beradi. Svet o'chishi bilan, mana svet o'chganini bilmaysiz, sirazi akkumulyatordan chistый sinus ishlab chiqarib beradi. Oldida hamma ma'lumotlar beryapti. Qancha tok kiryapti, sodda qilib tushuntiraman, qancha kuchlanish kiryapti, Xitoybek mahsuloti. Qancha tok kiryapti, qancha rasxod qilyapti, nima qayerga ketyapti, akkumulyator yo'mkisi qancha qo'ygan, batafsil ma'lumotlar beradi. Kompyuterli ishlaydi bu, ya'ni kompyuter tizimida oddiy kompyuterga o'xshab ishlaydi. Mana svet borligida svetdan svet o'tsa akkumulyatordan chiqarib beradi. Yana svet kelganda o'zi avtomatik o'tib oladi. Qaranglar, zaddeshga juda ham oz. Kompyuterlarga nozik biri bo'larga juda ham zo'r atadi. Uy tizimlari, katul tizimlari kuydirmasdan ishlatib beradi. Zamikadan egallangan zashtasi hozir ko'rasizlar. Keyin akkumulyator svet kelsa o'zi zaryadga qiladi. Ko'pchilik tushunmasa savollar ko'p beradi. Akkumulyator o'zi zaryadga qiladi, qon to'ysa o'chiradi. Keyin qonni och qolsa undan o'chiradi. Bu yerda bir narsani ta'kidlab o'taman. Qolgan UPSlarda ko'pchilik nima deydi, tushunmaydi. Akkumulyatorda qaynatib qo'yadi. Qaynagandan keyin akkumulyator pishadi. Bu geliy akkumulyatorlar ikkita qo'yilgan 24 volt 2 kilovatlik UPS. 2 kilovat bemalol ko'tarib ishlaydi do'stlar. Hozir ispitlar qilib, testlar qilib ko'rsataman. Qaranglar, akkumulyatorda zaryadga qiladi o'zi avtomatik. To'kkulasiz, akkumulyatorga tegmaysiz. O'zi avtomatik hamma yo'g'ini o'zi bajarib ishlayveradi, siz qaramaysiz. O'zi bajaradi. Bezopaslik tomonidan bezopaslik, chunki UPS katul tizimlariga boshqa qo'yib qo'yasiz, ishingiz bo'lmaydi. Zamikanalar bo'lsa o'zi o'chiradi, hozir ko'rsataman. Qarang, akkumulyatorda qon to'ysa ham o'chiradi. Keyin qonni och qolsa ham o'chiradi, keyin rejim xraneniyasi bo'ladi akkumulyatorda. Bir xilda zaryad berib ushlab turadi. Endi bir xil UPSlarda qon to'ysa o'chirmaydi, boshqa qilmaydi, qonni och qolsa, svet bo'lmagan taqdirda akkumulyatorda o'zini ishlash rejimi bo'ladi. O'sha rejimdan pasaysa o'chirish kerak, bo'lmasa akkumulyator uzoqqa bormasdan pishadi. Bu avtomatik hamma yo'g'ini akkumulyatorni qaynatmasdan, o'ldirmasdan uzoq muddat sizga xizmat qiladi do'stlar. Qaranglar, demak akkumulyator tizimi yaxshi tushunarli. Endi qaranglar, bizda ko'proq bo'ladi-yu, zamikanalar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Unaqalarga zashitasi kuchli, mana qaranglar. Ha? Mana tok bor, zamikana bo'ladi mana. Sirazi o'chirib qo'yadi. Ko'ryapsizlarmi? Zamikana ketsa yana yonaveradi. Qolgan UPSlarga shuna zamikana qilib ko'ringlar mana. Mana qolgan UPSlar bilan nima farqi bor? Sanakani deyishadi do'stlar. 5 yil kafolat servisi bor. Hech qaysi UPSga bunaqa 5 yil garantiya berishmaydi. Qaranglar mana. Zamikana qilyapman. Tirsa o'chirib qo'yadi mana. Zamikana ketsa yana yonaveradi do'stlar. Pishig'i ishlangan, o'zimiz sharoitga moslangan. Mana ichlarini ham ko'ringlar. Ichlarini ham ko'rsataman. Mana. Mana. Qaranglar, bu chista 2 kilovatga moslangan UPS. Transformatorli bo'ladi. Haqiqiy sinus transformatordan chiqadi. Chistый sinus mana 2 kilovatga moslangan, zavodskoy, fabrichniy terilgan. Bu samodelka, Xitoy emas do'stlar. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, qaranglar. Fabrichniy terilyapti, 5 yil servis bor. 24 volt 2 kilovatli UPSimiz 5 million chiqyapti do'stlar. 5 yil kafolati servisi bor. UPS o'zi akkumulyator o'zlarini olib qo'yasizlar. Geliy akkumulyator olasizlar. 12 volt 200 amperli, 12 volt 100 amperlidan ikkita qo'yasizlar, ishlayveradi. Endi qolgan UPSlar bilan nima u Xitoydagi bor-ku 1,5 million, 1 million, 2 millionga UPS bor-ku, saniga nimaga unaqa qilasiz? Sizlar o'ylamanglar, sizlar olayotgan UPSlarning haqiqiy 2 kilovatlik, 5 kilovatlik UPS olmaysizlar. Ustiga yozib turadi 3 kilovat, 4 kilovat, u mingga qabul qilmaydigan kilovatlar yozadi. Sizlar olayotgan UPSlarni o'ylamanglar, haqiqiy 2 kilovatlik bo'lmaydi. Biz Xitoybekda aytilgan kilovat, 2 kilovat nagruzkani bitta bo'lasiz, ko'tarib ishlataverasiz. Mana. Mana bunaqa abagravatор bo'ladi. Endi chet eldan kelayotgan toza UPSlar ham bor do'stlar, lekin narxi bunga qaraganda ancha qimmat chiqadi. Hozir 2 kilovatlik 5 million ekan, 5 million degan bo'lsam, 7 million, 8 million, 10 milliongacha ketib qoladi. Shunaqa kачестводagi bu narsa o'zimizda hamma yo'q ishlab chiqarilayotgani uchun, hamma yo'q o'zimizda zborkoli yig'ilayotgani uchun arzon chiqyapti. Sizlar u Xitoydagi bilan samodelka bilan buni solishtirmanglar do'stlar. Qaranglar. Mana 1 kilovatlik nima? Isitgich. Quyosh isitgichi.
Mana mashina tiqamiz. Mana sizlarga hozir realniy расчётini ko'rsataman. Mashina ikkitani ko'taraveradi. Mana olib kelaman. 1963 watt olyapti shu hozir. 955 2 watt. Isishni boshladi mana. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol. Endi bu oldida ham o'zi расходini aytadi. Monitorida qancha расход qilayotganini aytadi. 953 watt. Расчёtlari ham to'g'ri ko'rsatadi. 23.7 batareyaniki 220 chiqish bir xilda chiqarib beradi. Mana 953 watt olyapti. Bu hozir 2 kilovatdan yarmini ishlatyapti. Yana bitta shundan qo'ysa bo'ymoqlar ko'tarib ishlataveradi. Endi olayotgan UPSlaringga mana shunaqa piltalar tiqib tekshirib olinglar. Demak, Ustoybek kasalarni chetda tiqib tekshirib ko'rsatib beraman. Qolgan UPSlarda bunaqa bo'lmaydi. Sifati arzon, narxlar ko'pchilik arzoniga uchadi. Siz aytayotgan kilovatlarni olmaysizlar, ustiga yozib ko'radi 2,5 kilovat, 3 kilovat, 5 kilovat. Xo'p, keyin savollar berishadi, katyol tizimiga necha kilovatli olsak bo'ladi deyishadi. Katyol tizimi hech qancha kilovat ketmaydi. Masalan, 2 kilovatli bersa, uyni освещенияsi, katyol tizimlari, suv nasoslariga обычный bemalol do'stlar yetadi. Katyol tizimida hech qancha kilovat bo'lmaydi do'stlar. Bu kilovat даже yarmini ishlatishyapti, xolos. Mana 2 kilovatli bersam, Oybekga yarmini ishlatib, yarmi kilovat turibdi. Oldida расходini aytib turadi-ku. Bemalol ko'tarib ishlataveradi. Bu aytilgan kilovatlar mana. Mana pechkalarni ham bemalol ko'taraveradi. Endi pechkani ulab qo'ysiz, faqat akkumulyatorni kattaroq qo'yishingiz kerak. Akkumulyatorni ko'pgina qo'ysiz, keyin pechkani ham masalan 2 soat, 3 soat, 4 soatgacha ko'tarib yoqaveradi. Faqat qancha vaqtga yoqadi desalaring, yaqinroq olib keling, baqa akkumulyatorni asosiy tokni akkumulyatordan oladi-yu. Akkumulyatorni qancha katta qo'ysalaring, vaqt shunchalik cho'zilaveradi. Masalan, katyol tizimlariga mana Ustoybek UPS Telegram kanalim o'sha yerda olgan klientlarimiz hammasi video qilib tashlab beryapti. Katyol tizimiga, katyolni o'ziga qo'ysa 12 volt 201 dan ikkita yoki 101 ikkita qo'ysa 15 soat, 10 soat, 16 soatga bemalol Oybekga yetyapti deyapti. Endi bunga nagruzka qo'ysangiz vaqt ozayadi. Agar ko'proq yoqishini xohlasangiz, akkumulyatorda ko'proq qo'yasiz, bemalol yoqib ishlataverasiz. Uy tizimlari освещенияlar bemalol do'stlar, mana shu 2 kilovatlik yetadi do'stlar. Bunaqa 3,5 kilovat, 4 kilovat olish shart emas. Uyda освещенияsi, katyolingiz, двухконтурный katyolar, двухконтурный katyol hech qancha olmaydi. 400-500 watt oladi. Xolos unaqa 3 kilovat, 4 kilovat qo'yish shart emas. Mana do'stlar, pechkalar ulab qo'ygansiz, bemalol ko'tarib ishlataveradi. Xo'p, mana 938 watt olyapti do'stlar. Endi bitta test bor. Yana bitta farqi. Chunki buni eksport qilib, voha tomonlar boshqalarga chiqamiz, tushungan odam o'ylab, tushunmagan odam o'ylab, zashitalari kuchli buni do'stlar. Akkumulyatorga masalan ulaydi, to'ka tiqib qo'yadi, o'zi ham yo'g'ini ishlataveradi do'stlar mana. Qaranglar, mobodo sizlarga ko'rsatdim. Mejdu faza ulab qo'ysam hech bola bo'lmaydi. Mana. Qarab turlar, bu UPS dan chiqayotgan mana. UPS dan chiqayotgan to'k bor. Endi mana bu davlatdan kelayotgan to'k. Agar ikki to'k UPS dan chiqishni davlat to'ki, tarmoq to'ki bir-biriga zamikaniya bo'lib qolsa, bu UPS hech balo bo'lmaydi, qolgan UPSlar kuyib ketadi. Demak, tarmoqdagi to'kka shulanib qolgan mavzularga test qilib ko'rsatib beraman shuni. Qolgan UPSlar bu narsani ko'tarmaydi, aniqda 100% kuyib ketadi. Qaranglar mana. Bu tarmoqdan tushgan to'k. Tarmoqdan tushgan to'k bilan hozir men UPS dan chiqayotgan to'k ko'rishib qoladi, qarab turinglar. Demak, qolgan UPSlar bu testdan o'tolmaydi. Aynan Ustoybekdek o'tadi. Mana qaranglar. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana. Davlat to'ki bilan UPS dan chiqayotgan to'kni zamigana qilib qo'ydim. Endi qaranglar mana. Buni endi men qayta sizlarga ishga tushirib beraman. Bu xavfli test. Buni uyda qaytarmanglar, chunki tarmoqdagi to'k bilan akkumulyatordan chiqqan to'k ikkovsi bir-biriga ko'rishib qoldi. Qolgan impulsni Xitoydagi boshqa %100 kuyib ketadi do'stlar. Mana men sizlarga hozir buni qayta ishga tushirib beraman do'stlar. Qolgan UPS bilan nima farqi bor deyishadi, shunga javob qilib men sizlarga hozir ko'rsatib beraman do'stlar. Mana UPS ni yana hozir qayta ishga tushib yonaveradi. UPS ishlayapti do'stlar mana. Hech bola bo'lgani yo'q. Mana davlat to'kiga mana vilkasini ulayman. Qaranglar, hozir davlat to'kiga o'tadi. Mana o'tib oldi. Endi yana sug'uraman, akkumulyatorga o'tib oldi. Do'stlar, sifatli, ishonchli UPSlar Ustoybekda qaranglar mana. UPS xotirjam ishlayapti. Hech bola bo'lgani yo'q. Mana sifatlari do'stlar, haqiqiy
2 kilovat ko'proq elektrik do'stlarimiz bitta ko'rsa shuni olib ketishadi do'stlar. Mana kачественный, fabrichный, заводской terilyapti. 2 kilovatmi? 2 kilovatni bemalol ko'tarishga turadi. Xo'p, 24 volt 2 kilovatlik 5 million 2026 01/31dagi narxi 12 volt 1 kilovatlik bo'ladi do'stlar. U 4 million so'm chiqyapti. Faqat UPS ni o'zi akkumulyator olib ulasizlar, to'ka tiqasizlar bo'ldi. Ishlaring bo'lmaydi, o'zi hamma yo'g'ini ishlataveradi. Sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Hozircha xayr demayman. Ustoybek UPS Inverter Telegram kanalimizda hamma ma'lumotlar bor. O'tib ko'rishlaringiz mumkin. Demak, sizlarga